Hammaga salom jigarlar, sizlar bilan yana Asadbek Gaming. Bugungi videoroligimizda obunachilar bilan 30 gamelik lobbi o'ynaymiz. Bu lobbida 2 marta yutgan odam 30 gamelik bo'lib ketadi. Albatta 30 game yoki deb pulini tashlab berishga harakat qilaman. Bo'lmasa videorolik cho'zib o'tirmasdan boshladik. Xo'sh, bo'lmasa partiyani ham boshlaymiz. Bu partiyada ham bambravlerlar bor. Bambravlerlar mana shu yoqda chiqarib qo'yaman. Bo'lmasa bankalarni olamiz. Men stul oldim. Yo'q. Mana o'ynashim mumkin aslida. Banka bo'lib berishim kerak edi. Mana o'ynayman har doimgidek. Banka bo'lib berish unchalik yoqmaydi. Yaxshi. Mana bitta ult bor. Voy, o'ldirib yubordim. O'ldirmasligim kerak edi. Lekin men ham o'ynayman. Kanalda ham aytganman. Mani o'ldirsa bo'ladi, mana bilan o'ldirsam bo'ladi. Yana bir kishini o'ldirib yubordim. Yana bir kishi ketdi. Nimaga men o'ldirishmayapti, hayronman. Kanalda ham aytdim lekin. Ular boshqacha o'ylayapti deydigan bo'lsanglar. Ular mana otishotdi, ko'rayotgan bo'lsanglar, chunki bilishadi. Mana o'ldirib olishdi ham. Endi kuzatamiz. Yo'q, Feng yo'q joydan kirib keldi. Davay. Bitta chiqib kirib olamiz. İki marta yutgan odam 30 gamelik bo'lib ketadi. Xo'sh. Yaxshi. Abdulaziz, Faqoda Aha, Devil Shadow va bitta notanish nick Hira. Xo'p. Piyoda qichqiq jang ketayapti. Shelly va kimada? Feng o'rtasida men bu yoqda Colt bilan Spike bor. Menimcha bu yoqda Spike yutib chiqsa kerak. Yo'q, Spike o'lib ketadi. Menimcha katta ehtimol bilan Shelly yutadi deb o'ylayman. Agar Shelly ultasini ishlatib qo'ysa, men bu Feng boradi va voy, Feng bekor kirdi. Shelly ultasini ishlatadi va Shelly yutdi. Birinchi partiyada Shelly g'olib. Endi yana bir partiya yutsalar challenge g'olibi bo'ladilar. Xo'sh, men esa Volt olaman. Voltda mana shuni qilib olamiz. To'g'rilab olamiz. Bo'lmasa go. Xo'sh, bo'lmasa ikkinchi partiyani ham boshlaymiz. Bu partiya ham juda ham qiziq bo'ladi. Bittaman. Yana Shelly yutib ketsa, videorolik ancha tez tugaydi. Baribir. Hop, men bu bot. Bir kishi chiqib ketganda o'rniga bot kirib oldi. Yo'q. Yaxshi, botdan ham qo'rqish kerak, o'ldirib qo'yadi u. Lekin boshqalar o'ldirmaslik uchun men o'ldirib olishim kerak. Full botga ataga qilaylik. Ancha gipri oldi. Hop. Yaxshi. Botchani o'ldirib yubordik. Qochib ketamiz bu yoqdan. Salkam gipri yo'qoldim. Bitta bot orqasidan. Bu yaxshi. Ulta yig'ib, men bu tepacham to'r qo'ysam ham bo'lardi ata. Halal bo'lsin, halal. Xo'p. Men bu Shellyga taqilamiz. Shellyni ham joni ancha ko'payibdi. Ham imbalashib sal. Ko'p emas, sal. Menimcha hamma Shellyga tashyapti.
Shelli oxir oqibat o'lib ketdi deydi. Hop. Yo mayo deydi. Yaxshi. Hammani o'ldiraveramiz. Bu yaxshi. Mening tarafim. Lekin videorolik cho'zilib ketish ehtimoli bor bu turish bo'lsa. Men yutaversam. Oldu. Hoş, menda banga ko'proq. Menda banga ko'proq. Aniq sakraydi. Yaxshi, top oldik. Juda ham kulgili match bo'ldi. Endi esa nima qilamiz? Endi yana boshqatdan o'ynaymiz. Boshqa iloji yo'q. Endi bor kuchlari bilan yutishga harakat qilishlari kerak. Bo'lmasa keyingi partiyaga yo'l olamiz. Hamma har xil brawler opti, Voltogellar ham bor. Mendan ko'rib olishyapti albatta. Yomon ataga qo'ydilar-yu biratan. Yo. Oz qoldi deyishiga. Tirs. Birat yomon ataga qotdilar, banka terishga ham qo'ymayaptilar. Bu birat bilan sola-sol qilish ne variant? Birat qitcha o'ynab qo'yar ekanlar Brokda. Hop. Yo, bu biratdan qochib keta olmayman, ikki tomondan qisishyapti. Oz qoldi, ulti yo'qsam. O'ldirib olishdi. Brok qarshi counter tashadi. Lekin bu bilan team bo'lishdi. Team esa mumkin degandim. Yo'q. Mumkin emas degandim. Yo'q. Hech nima demagandim team haqida. Mumkin ham demagandim, mumkin emas ham demagandim. Ayb o'zimda ekan. Davay, Brok o'ldirib olsa. Xo'sh, bu yo'da Ira o'lib ketdi. Devi Shadow banko. Bu oz qoldi o'lib ketishiga. Menimcha Shelli yutadi-yu. O'rtadagi Shelli. Atak menga farqi yo'q. Kim yutsa ham xursand bo'laman. O'zim yutsam undan ham xursand bo'laman deydi. Lili olishibdi. O'zi bir birat Lili olibdilar. Lekin hozir endi ko'raman, qoidada Lili olsanglar, o'sha agar bitta partiyada yutsanglar ham boshqatdan bo'ladi deganman. Bu partiya hisobmas endi. O'zi number 1. Lili. Xo'sh, chiqazoramizmi? Birsa Shadow Lord. Chiqazoramız. Demak ham bu birat chiqazoramizda o'zimiz bosh bittadan o'ynaymiz. Endi men hech brawlerni olaman. Yaxshiroq, chutkiroq brawler tanlash kerak. No. Ham brawlerni olamiz. Chutki brawler. Yo'q. Spacey. Hamgarchani olamiz. Davayte. Qoidalarni buzganlarni chiqazveraman. Bo'lmasa keyingi partiyaga yo'l olamiz. Bo'lmasa keyingi partiyani ham boshlaymiz. Xo'sh, Nipple brawlerini oldim. Bu brawler qanchalik yaxshi? Hozir ko'ramiz. Yo. Oldimda turgan ekanlar. Spike derilam keldi. Yo'q, qochish kerak. Oz qoldi o'lib ketishimga. O'lmaganimdan foydalangan holda qochamiz. Yo'q.
Yo'q, yana meni o'ldirib yuborishdi. Bu farqi yo'q. Lobby shunisi bilan qiziq. Endi kuzatib o'tiramiz. Nima qilamiz boshqa? Xo'sh, mana Spicy o'rtada nechta 12 ta banka bilan turibdilar. Unga qarshi counter ult bor. Haqida aha yutolmasa kerak o'sha menimcha. Ult counter qotdini. Xo'sh, bu yoqda nima gap? Bu yoqda bir xo'sh. O'lib ketdi. Guestini ham o'ldirib yuborsa kerak. Yo'q, ulti qo'yadi-yu. Yaxshi, yo'q o'ladi ultam. Yo'q, o'lmadi. Ultam o'lmadi, lekin Daryl keladi aniq. Yo'q, Daryl o'ziga sakrash kerak edi. Agar Darylga sakraganlarda Daryl tar o'rgan bo'lardi. Endi men o'ylashim bo'yicha Daryl yutadi. Daryl yutsa kerak deb o'ylayapman. Ultam cho'tki joyda turibdi-da. Minalarni ustida, lekin Daryl ham bildi menimcha. Ult oldi mina borligini. Hozir ko'ramiz. Bildimi yo'qmi? Bilmabdi. Bitta gadjet bilan ultni poqillatib yubordilar. Xo'sh. 1 ochko yig'dilar. Yana 1 ochko yig'salar, shu bratimiz qaniydi? 30 game yutib oladilar bu brat. Xo'sh. Bo'lmasa biz aplikni o'zgartiramiz endi. Aplik yemadi. Janet olamiz. Tars. Xo'sh. Bo'lmasa keyingi partiyaga yo'l olamiz. Xo'sh, bo'lmasa keyingi partiyani boshlaymiz. Hamma normalniy pik olgan, pambravlardan olishmagan, yaxshi ham. Janet oldik. Janet normalniy pik bo'lishi kerak deb o'ylayman. Xo'p, bankadan olamiz. Va men bankaga ham ko'z olaytirsak mumkin. Volt yaqindan juda kuchli-da. Ana ikkinchi gadjet olsam bo'lar ekan. Voltga qarshi juda zo'r bo'lardi. Endi hatto sakranim. Dagga qarab sakrasam bo'ladi. Dagni spammas. Yo, o'zimni sıkışatdı. O'lib ketdim, afsuski o'lib ketdim. Mayli endi. Endi chiqib kuzatamiz. Dagga kerak endi qattiqdan o'rla. Yo'q, counter kim bor? Ult bor. Shelly bor ekan. Bu yutishi mumkin. Bot o'ldiraman-da, o'lib ketishi oz qoldi. Giper yoqib surdi. Xo'p. Menimcha Shelly yutadi deb o'ylayman, yana bilmadim. Ko'ramiz. Xo'p. Da gol to'ldirardi tepada. Bu nonyoda nechasi bor? Hozir tegadi desam tegmadi. Yutarkan, menga ham qiziq. Volt yutishi ham mumkin. Voltam, counter'i dagdi. Xo'sh, yutarkan. Va volt va kim tag yutdi jigarlar. Bu partiyani g'olibi tag ekan. Endi shunaqa ham bo'lib turadi emas. Tag zo'r personaj, o'zini ko'rsatdi, o'yinini yaxshi. Sizlarga videoroliklar o'rtasida emas, HD oxirrog'ida shu joyda sizlarga game servisimni reklama qilib o'tmoqchiman. Game servisimda Brawl Pass Plus har xil magazindagi gamelarni bemalol arzon narxlarda olishingiz mumkin. Arzonligiga o'zim kafolat beraman. Qanaqa bo'ladi desanglar, Telegram kanaliga o'tib olasizlar. Mana shu yerda hozir yozib qoldiraman. Bundan tashqari opsiyalarda ham bo'ladi. Telegram kanalimizda har kuni lobbilar bo'ladi. Ayrimlarda YouTube'ga video bo'lib ham chiqadi. Tak что o'tib olsanglar kam bo'lmaysizlar jigarlar. Bo'lmasa biz keyingi partiyaga yo'l olamiz. Keyingi partiyani ham boshlab oldik. Hamma ham yo'laki. Bir dunyo bankaga ko'z olay turibdi. Ularda qatorida men ham borman. Xo'sh, ikkita bankani chopdik. Bulman bilan 3 ta bankali bo'ldi. Xo'sh. Har doimgidek meni yana siqishyapti.
Har doimgidek. Bu esa menga yoqmayapti axir. Xo'sh, bu yerda esa bu bratda gadjetlari bor. Böyle bom hamma portlatib yuboradigan. Menga bekor ulti ishlatdilar. O'zi yuvoshgina bola bo'lsam. Nega axir? Nega? Yo, yana siqishyapti. Qochib ketmoqchi Nani qochib ham ketishdi, uddaladi. Sen o'ldirardi. Bu mening rizqim axir. Sen ultasi yo'q, endi bechara bo'lib qoldi. Naniga, nanini o'ldirib yuboraman. Endi sen bechara. Tim bo'lishi mumkin emas. Ultasi qolib ket, pastda. Xo'sh, bu yo'lga topdi endi. Yana qochib ketibdi. Tepada Shelly. Shelly o'ldirib yuboramiz. Va Sem. Voy. Shellyni o'ldiraman deb oldimdan Semga qaramadim. Shelly o'lib ketdi. Sem esa meni o'ldirib yubordi. O'zi Niko. Yutmagandilarmi? O'zi Niko. Faqat yutgan. O'zim bitganman, o'zi uni Miradin, Alex, Spicy. Bu barat yutmagan. Bu baratda ham 1 ochko. Hop, go davom etamiz. Endi mana oxirda agar oxirgilikka kirsam 3 kishi qoladi-yu, o'shanda banka bo'lib beraman endi. Haqqoniy bo'lish uchun birga bir takoy jang qilishlari uchun yoki 4 kishi qolgandami, las banko beraman agar zon yaqinlashib kelsa oxirida. O'zlari jang qilishadi. Haqqoniylik bo'lmay qolishi mumkin. Bo'lmasa ikkinchi partiyaga olamiz. Xo'sh, ikkinchi partiyani ham boshlab oldik. Sen tez bankalarni terishda boshlash kerak. Xo'sh, banka birinchi mash bankadan olamiz. Endi esa men bu yerda yana kimdir semopti. Qochamiz. Yomon sakrab qochdim. Bu gadjetni kerakli taraflari shuda. Yomon sakrab qocha. Ultamni yarmi yig'ildi. Xo'sh, bankaga kelishiga qo'ymaymiz. Ultga yaqinlashmaslik kerak, ult yaqindan. Ham imba. Ana. Yana sakrab qochib ketdim. Mana yana qisishotdi har doimgidek. Volt ultiga oldi. Volt qisamiz endi. Lekin volt qisishda iloji yo'q. Yo. Volt kuchayib ketdi. O'ldi. Yo, zonaga sakrab oldim. Xo'sh. O'ldirib olishdi. Abdulaziz yomon counter qildilar. Keyin tag o'ldirib oldi tushgandan keyin. Qochadigan joyim ham qolmagandi. Xo'p, endi kuzatamiz. Internet sal qotdi. Tag o'ldirib olishadimi? Tag o'lib ketdi. Xo'sh. AP va haqida AHda bir ochkodan bor edi. Agar haqida AH o'lib ketmasa, yutish ehtimoli bor. Aylanmoqda. Tim bo'lmoqchi. Farqi yo'q, tim mumkin emas deb aytmaganman. Lekin menimcha Abdulaziz qo'ymadi, yo'q. Xo'sh, menimcha Cardillis yutdi, Germes yeti. Cardillis hozircha hamma 1 ochko olib yotdi. Ko'pchilik 1 ochkodan bor. Tajmanda ham bor.
No screenshot qo'ydim. Endi esa boshqa brawler olamiz. Boshqa brawler olamiz. Boshqa brawler. Xo'sh, mana buni olamizda. Shu joyda bosamiz. Go. Bu partiyada endi xo'sh, hozircha Darisda yo'q, VGH Guestida yo'q, Devi Shadowda yo'q, Abdulazizda yo'q. Xo'sh, ular ham harakat qilsa olishadi, bo'lmasa biz keyingi partiyaga yo'l olamiz. Oy, ikkinchi partiyani ham boshlayapmiz. Xo'sh, bir kishi Mortis olibdi. Ataylab chuja olganimdan keyin Mortis olishadi endi. Mortis olishmasa bo'lmasa axir. Yaxshiyamki meni oldimdan chiqmadi. Tinchgina bankachalarni teramiz. Tinchgina. Xo'sh, nima qilar ekan bu gadjet? Gadjet nima qilishini bilib oldim. Adashmasam o'tda bossa ko'rinmas bo'ladi. Krisalik qilamiz endi mana bu o'tda. Krisalik qilamiz. Hop. Boshqa kimdir kelishini kutamiz-da endi. Jonga ham kimdir gap qilsa, cho'q otamiz. Chunki bu brawlerda yurishni to. Mana Mortis to'ldirib olsa zo'r bo'lardi. Chiqardim, bemalol. Stu ham otishning variant. Tezroq Mortis o'lib ketsa yaxshi bo'lardi. Stu o'ldirib olsa undan ham yaxshi bo'lardi. Hop. Sekin chiqsak bo'ladi menimcha. Sekin. Kimdir ko'ryapti bizni. Sekin chiqamiz. Yaqinlashtirmaymiz. Ochamiz. Mortis borda shu qayerdadir. Yo'q. Hop. Yaxshi. Voy. AP fratimiz. Turnir mutlaq g'olibi. AP fratimiz. Voy, lekin Shelliga juda ham yaqin qoluvdi-da. 3 kishi qolganda men bekor o'ldirdim deb o'ylayman. Lekin Turizm olmaymiz. Lekin jonlari kam edi. Sobjon zonaga o'lavergan taqdirimda ham chiqib yutib ketish ehtimollari bor edi. 3 kishi qolganda o'lib beraman ham deganim esimdan chiqib ketdi. O'yin boshida ham aytganman, lekin hammaga men o'ldirishim mumkin, sizlar ham meni o'ldirishinglar mumkin deb. Bo'lmasa AP apparatimiz g'olib bo'ldilar. Adashmasam 2 marta yutdilar, o'zinglar ham ko'rdinglar. Hop, men bu yoqda tutganlar, hozir bitta yutdilar. Shelliga juda ham oz qoldi. Mana bu yoqda oz qolgan. Shelli har doim topga kiribdi. Bu yoqda kirdi topga. Men bu yoqda topga kirgan, Men bu yoqda ham topga kirdi. Shelli bratimizga qasamno va AP apparatimiz yutdilar. AP apparatimiz bilan bog'lanib yutuqlarini beramiz. Sizlar ham shunaqa yutuqli o'yinlarda qatnashmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimga qo'shilib olinglar. Telegram kanalimda mana shunaqa yutuqli o'yinlarni qilib turaman. Tez bo'lib turadi har hafta, har kuni. Biz juda ham ko'p yutuqli o'yinlar, Brawl Starsga bog'liq challengelar bo'lib o'tadi. Bemalol qo'shilib olsanglar, zerikmaysizlar. Bo'lmasa qo'shilib olasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan Asadbek Gaming bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang, komment обязательно yozib keting. Bo'lmasa hammaga xayr do'stlar.